Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizning kanalda har kunlik valyuta kurslarini bilib olishingiz mumkin. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va like bosishni unutmang. Like bosgan sonda Allohim doimo qo'llasin. Bank o'z markazi 13-iyun kungi dollar valyuta kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 27,81 so'mga arzonlab, 12646,56 so'm tashkil qilmoqda. 1 rubl esa 0,35 so'mga arzonlab, 160,88 so'm tashkil qilmoqda. 1 yevro 8,99 so'mga arzonlab, 14,460,34 so'm tashkil qilmoqda. Buyuk Britaniya funt sterlingi esa 29,93 so'mga arzonlab, 17,70,33 so'm tashkil qilmoqda. 1 qozoq tangasi esa 0,06 so'mga arzonlab, 24,88 so'm tashkil qilmoqda. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.